Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yangiliklar hamda fundamental analiz haqida gaplashamiz. Bizga kerak bo'ladigan sayt bu forexfactory.com sayti. Bu saytda biza valyuta paralariga qanaqa yangiliklar chiqishini, qachon chiqishini kuzatsa bo'ladi. Birinchi o'rinda bu saytga kirganimizdan mana shunaqa okno ochiladi. Keling sizlarga birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'ladigan filtrlar haqida gaplashamiz. Filtrlarda, bu birinchisi expected impact degani bizga qanaqa ta'siri kutilyapti shu narsani biza tanlasak bo'ladi. Bunda ta'sir yo'q, bunda eng kam hamda bizga bu oranjiga ham kerak emas, uncha ta'sir ko'rsatmaydi. Bizga shu qizili kerak bo'ladi. Keyingisi biza qaysi valyuta paralarida ishlaymiz, qaysi valyuta paralarda chiqadigan yangiliklar bizga qiziq. Shu narsalarni tanlasak bo'ladi. Misol uchun Chinese yuan bu kerak emas bizga. Kimdirlar misol uchun Avstraliya dollarida ishlamasligi mumkin, frankda ishlamasligi mumkin. Shularni o'chirib qo'ysa bo'ladi hamda fly filtri bosadigan bo'lsak, imminni mana shu paralarda hamda eng katta ta'sir qiladigan yangilik bizga ko'rsatiladi. Qoladigan bo'lsak, bizda birinchisi bu yangilik chiqadigan sana. Dushanba kuni 5-yanvar kuni bizda dollarga yangilik bor. Manufacturing premium. Hamda ko'rsak bo'ladi, keyingisi vaqti. Bu vaqtni ham O'zbekiston vaqti bo'yicha to'g'rilasa bo'ladi. Va hozir O'zbekiston vaqti bo'yicha mana ko'rsak bo'ladi 19:54 bizda. Keyingisi bu currency valyutasi, ya'ni dollarda. Keyingisi bizda qanaqa yangilik bu yoqda qanaqa chiqishi plan qilinyapti. Ikkinchisi o'tgan safargi rezultati xuddi shu yangilikda qanaqa bo'lgan. Buni qiziqib ichiga bosib ko'radigan bo'lsanglar, mana bosib ko'radigan bo'lsak, bu yerda inglizchada yozilgan, buni tarjima qilib bemalol o'qib olsa bo'ladi. Keyingisi qachon? Misol uchun men bunda aytadigan bo'lsak, misol uchun hozirgisi forecastdan, ya'ni taxmin qilinayotgan rezultatdan yaxshiroq bo'ladigan bo'lsa, bu valyuta uchun yaxshi deb qo'yilgan. Misol uchun usual effect, ya'ni har doimgi ta'siri. Keyingisi har qanchada bu bo'ladi deyilgan. Misol uchun bir oyda bir marta, oy tugashidan oldingi bitta chorshanbada bo'ladi deyilgan. Keyingisi qachon? Bu yerda qanaqa ta'sirlari bor, nima bo'lgan? Nima uchun treyderlar bunga e'tibor berish kerak? Ya'ni bu ish o'rinlarining yaratilishi haqidagi yangilik. Bu o'sha odamlar qancha ko'p ishlaydigan bo'lsa, shuncha ko'p mahsulot iste'mol qiladi. Bu narsa valyutaga juda katta ta'sir qiladi. Mana shu narsani bizga bu yerda aytilgan. Mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. Bundan oldin qachon chiqqan hamda keyingisi qachon chiqadi. Mana shu narsalarni ko'rib bemalol analiz qilsak bo'ladi. Keyingilari bu yerda misol uchun 2026-yil uchun to'liq jadval berilgan. Ya'ni bu jadvalda biza qachon qanaqa yangilik chiqishini bemalol ko'rib olsak bo'ladi. Bu narsa, ya'ni yangilik bo'ladigan paytda bozorda juda katta yurish bo'ladi. Buni o'sha bemalol mana shu vaqtda 7-yanvar kuni soat 8da misol uchun dollar qatnashgan valyuta paralarini ochadigan bo'lsalar, bu narsani bemalol kuzatsanglar bo'ladi.